10 ta Maybach, 10 ta Range Rover bitta qozonga qaynatsanglar ham toza anglichaning statusini bermaydi. Hammalarga assalomu alaykum. E'tiborlar qarshisida Rolls-Royce Ghost mashinamizda bo'ladi. Ushbu mashinamizda har bitta tafsiloti hashamat uchun, har bitta harakati esa qudrat haqida gapiradi. Kapot tagida e'tibor berishingiz mumkin 6-7 litrli Rolex soati bilan bir xil ishlaydigan V12 motor 0 dan 100 gacha atiga to'g'ri 7 soniyada chiqadigan mashinamizda. Kapot tagida V12 ovozini qo'lingizdagi Rolex soati bilan bir xil qilib chiqarib beradigan o'zini 2 qavatli shuma izolyatsiyasiga endi necha baho berishingizni o'zingizlar kommentariyada yozib qoldirasizlar. Mashinani mana bu elektr paket eshigiga haqiqatan ham 5 ketishmasligiga iloji yo'q. Asosan mana shu orqa eshik neobishni ochilib yopishiga вообще 5 ketmo'zman. Mashinadagi pnevmopodveska, mashinaning o'zining shuma izolyatsiyasi, tortishi, hadovoy, boshqa narsa o'zi alohida tema. Asosan bu mashinada faqat siz mashinaning o'zini emas, bu bilan birga statusni ham qo'shib olasizlar birga. Mashinamizning CIP Toshkent narxi $415 ming. Agar kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Joninglar omon bo'lsin.